ikki tizimda og'riq kuchli, belimda og'riq kuchli, uxlamas edim umuman. Apparat qo'ymadim ichki joyingizga. Sizga mana kimyoviy dorilar berdimmi? Ukol dori yo'q. Yo'q, ha? Yo'q. Aytavering, men shuni bildirmoqchiman odamlarga. Nima qilaman men yana? Shu ishni biz qilsak, o'zbek qilsak, nima? O'zbekni zehniga, o'zbekni ongiga, o'zbekni qobiliyatiga chechak chiqqanmi? Xo'p, ta'sir qildimi shu narsa? Ta'sir qilgandir menga. Qancha men og'riqlarim yo'qoldi. Shunaqa. Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va sog'lig'iga bee'tibor bo'lmaydigan adekvat odamlar. Mana bizda yana bitta natija. Gulnor opa, qayerdan kelgansiz va nima dard bilan menga keldingiz? Shuni bir ikki og'iz aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Nurobod tumani Sazag'on qishlog'idan. Men sizlarni YouTube'da ko'rdim. O'zimning kasalligimni aytsam, ikki tizimda og'riq kuchli, belimda og'riq kuchli, uxlamas edim umuman. Endi siz kasal odamga haqiqatdan shuni aniq qiladi. Uyquzni sifati yaxshi emas edi-da, shunday deydi. Endi umuman uxlamaslik deb sal siz to'g'ri gapiryapsiz. Endi sizni hissiyotingizda shu narsa bor, lekin odamlar umuman uxlamaslikni sal boshqacharoq tushunadi-da. Sizda uyquning sifati yaxshi emas edi deb hisoblasak bo'ladi. Yo, lekin ko'p jihati 2 soat kechqurungi yig'i bor edi. Undan u yog'i yig'i yo'q edi. Tushunarli, yaxshi. Men sizlarni YouTube'da ko'rdim. Akram Sharif Kunjizalak deb ko'rgandan keyin navbatga turdim. Navbatdan keyin mana yetib keldim. Navbatingiz keldi. Navbat keldi. Sizni chaqirmay qolmadik, chaqirdik. Chaqirdingizlar, rahmat. Va siz labbay deb javob berdingiz. Keldim. Manaka shu birinchi seans qildingizlar. Endi aytsam, to'g'risini aytsam, sizlarga tomografiya kerak emas. Rentgen kerak emas. Qaraymiz baribir. Yo'q. Lekin men o'zlarimni, rentgenlarimni olib kelmadim, to'g'ri, olib kelmadim. Shunday. Keyin o'timda kuchli shamollash bor edi. Uni ham qog'ozini olib kelmasam, men o'zim keldim. Rahmat. Men shuni topdimmi yo'qmi sizda o'sha tashxislaringizda? Shu tanamdan nuqtalar orqali siz to'g'ri tashxisni qo'yib berdingiz. Shuning uchun rentgen qog'oz ham kerak emas, tomografiya qog'oz ham kerak emas, o'zi qog'oz ham kerak emas ekan. Ortiqcha unisiga bor tekshir, bunisiga bor tekshir yo'q. Hozir mana uzr gapingizda bo'laman opajon. Hurmatli tomoshabin, endi bu kishi o'zlarini dildan gaplarini aytyaptilar. Biz UZIni, rentgenni, MRT, MSKT analizlarni laboratorni inkor qilmaymiz, qaraymiz albatta. Ya'ni bu bizning vazifamiz, qarashligimiz. Lekin shuni bilan birga bizni o'zimizni tekshirish va tanani baholash uslubimiz, ilmimiz bor. Shunga ham qaraymiz-da, taqqoslaymiz. Albatta bizni taqqoslashimiz, ko'rishimiz ko'p jihati bilan baribir o'sha zamonaviy meditsinaning anaqalarini ko'p holatlarga birga bir tasdiqlaydi. Ana xolamizga bu narsa endi kerak bo'lmadi. Biz o'zimiz topganlarimiz bu kishini oldingi anaqalar bilan o'zi ko'p jihati mos keldi. Shuni gapirmoqchimiz. Davom eting. To'g'ri keldi. To'g'ri keldi. Men hozir mana 5 ta seans oldim. Mana keldim. Hozir 5 ta seanslarini 5-sini tugatdik. Tugatdik. Ikki oyog'imda og'riq yo'q. O'zim bamaylixatir o'tirib turaman. Yaxshi. Yurishim yaxshi. Uyqum kecha-yu kunduz vobshe yaxshilandi. Vobshe uyqum yaxshilandi. Barakalloh. Yaxshi. Mana shundan men xursandman, chunki siz menga uyquzni shikoyatini qilmadingiz. Biz umumiy siz bilan tanangiz bilan ishlagan paytimiz, nerv tizimimiz bilan, vegetativ nerv tizim bilan ishlagan paytimiz o'zi chiqdi. Miyani bo'limlari, har xil joydagi o'sha o'zgarishlar borligi, funksional, ya'ni funksiyasini buzilishlari topilgan payti biz ishladik unga. Va mana o'z-o'zidan Yuliy aka deymizmi? Yuliy aka uyqusi ham yaxshilangan. Men juda xursandman shundan. Og'riqlar yo'q demak? Yo'q, og'riqlar yo'q. Busi ham mana hozir shikoyat qildingiz, uzoq yurganingizda nimadir paydo bo'layotgandi. Buni ham bir ikkita retseptorlari va ba'zi bir tomirlarida bor ekan. Aniq qildik, muolaja qildik. Endi xudo xolasa bu ham yana pasayib yo'qolib ketadi. Xo'p, juda xursandman sizdan. Endi yana bir narsani so'rasam sizdan. Mana siz menga keldingiz.
Men sizni aytganingizdek apparat qo'ymadim ichingizga. Sizga men ximiyaviy dorilar berdimmi? Ukol dori yo'q. Yo'q, ha? Yo'q. Yo'q. O'simlik berdim. Giyoh berdingiz lekin. Vitaminlarni, ba'zi bir vitaminlarni iching deb aytdim. Bir hafta, 10 kun, 20 kun va hokazo. Misol uchun mana ba'zi bir kishilar tushunmayapti-da, mana sizdan ham o'zingiz aytdingiz-ku. Qanday sizni davolayapti? Og'rig'im ketyapti deyapsiz odamlarga. Uyqum yaxshi bo'layapti deyapsiz. Yana ichki a'zolaringizdagi boyagi muammolaringizni o'zingiz aytdingiz, ha? Va odamlar sizdan so'rayapti. Qanday davolaydi o'zi deyapti sizga. Siz aytyapsiz, ukol dori qilmaydi, boshqa qilmaydi deyapsiz. Unda nima qilaman men? Nima qilib turaman? Mana kelasiz, shuni ayting-da, mana tomoshabinlarga aytsangiz, aytavering. Ha. Nima qilaman men? Tanadan nuqtalarni bosib Yo'q, uni ham mayli, uni ham ba'zi payt bosaman. Yana nima qilaman? Nuqta bosmagan joyim ham borki. O'sha nima u? Nima qilib turaman? Aytavering. Mayli u. Aytavering. Men shuni bildirmoqchiman odamlarga. Nima qilaman men yana? Nimani kuzatasiz muolajaga kelgan payt? Mana 1 soat yotasiz mana shu ko'rsatganimizga va siz bilan ishlaymiz. Asosiy qilayotgan ishimiz nima? Nuqtalar bilan davolayapsizlar. Ishlab, bosib, qo'lingiz bilan. Qo'limni qo'yib turaman, to'g'rimi? Qo'lingizni bosib qo'yib turasiz. Bo'ldi. Shu to'g'rimi? Ha. Qattiq og'riq bo'lmaydi. Yo'q. Shunchaki qo'limni qo'yib turaman. Ha. Hurmatli tomoshabin. Qo'lni tanaga qo'yib turasiz nuqtalarga. Shunday. Xo'p, ta'sir qildimi shu narsa? Ta'sir qilgandir Monika. Qancha meni og'riqlarim yo'qoldi. Shunaqa. Bu sizga ko'p aytganman, endi xolaginam meni qila olmayaptilar, o'sha so'zni topa olmayaptilar. Biz biokinetika, osteopatiya uslubida asosan katta qismi muolaja qilamiz. Endi hurmatli negativ. Hoy, baraka topkur negativ. Men nima demoqchiman? Biz qiladigan ish osteopatiya orqali, biokinetika orqali davolash uslubi butun dunyoga bor. Va biz buni ustozlardan o'rganganmiz. Yevropalik, rossiyalik ustozlardan o'rganganmiz. Shuni mana holat tushunib, ensasi qotmasdan kelyapti, ishonib. Hoy negativ, baraka topkur. Biz qiladigan ishni Amerikada, Yevropada, Rossiyada ham qilishadi. Va bu ishni qiladiganlarni, ya'ni bizni ustozlarimizni eng kami oliy ma'lumotli shifokorlar, 25 yillik, 30 yillik shifokorlar, baraka topkur shifokorlar, reanimatsiyaga ishlagan xirurglari bor ichida, nevrologlari bor ichida, boshqa kasb bor. Bular shu orqali davolaydi. Hozir meditsina bilan shug'ullanmasdan, meditsinani yomonlamoqchi emasmiz. Meditsina bilan shug'ullanmasdan kineziologiyaga o'tib ketib, osteopatiya bilan, biokinetika bilan ishlaydi. Nima uchun bu ishni qiladi? Chunki ular odamlarga yordam berishni istaydigan, meditsinaga sevib, odamlar shu kasbni sevib, odamlarga yordam berishni istab kirgan. Shuning uchun ular meditsina orqali yordam berib bo'lmayotganligini bilib, meditsinani ramkasidan chiqib yordam berish uslublarini bor ekanligini bilgandan keyin shu yo'lni tashab chiqib bu yo'lga o'zini urgan, bel bog'lagan va shu natijaga kelgan. Endi shular hatto bizlarga dars berishadi. Hatto mana Yevropada Vena degan shahar bor. Vena shahrida har necha yilda anaqa bo'ladi, simpozium bo'ladi, konferensiyalar bo'ladi. Og'riqlar bo'yicha, kasalliklar bo'yicha o'sha yerda nevrologlar qatnashadi, o'sha yerda massajistlar qatnashadi, boshqa vrachlar qatnashadi. Ana shu o'sha Venada biza YouTube'da turibdi rus tilida, ingliz tilida ham turibdi. Agar baraka topkur, agar savod bo'lsa, istasangiz, ko'rsangiz o'sha yerda o'sha shu ishni qilib davolaydiganlar borib sahnaga chiqarib kasalliklarni, og'riqlarni kelib chiqarishini ko'rsatib, tashxisni ko'rsatib, kineziologik tashxis qanday bo'ladi, biokinetik, osteopatik muolaja qanday bo'ladi, o'sha yerga 15-20 minut ichiga o'chirib qo'ying, keyin qilamiz. O'sha yerga demak 15-20 minut ichiga odamlarni demak muolaja qilib ko'rsatib, shu ta'sirini haq ekanligini, borligini qilishadi. Nimaga endi baraka topkur? U millatni qiladigan ishini konferensiyalarda hech kim so'kmaydi, konferensiyaga san mashiniksan demaydi, konferensiyalarda chiq bu yoqqa sani
o'qilamiz bu deb bunaqa negativ yo'q ularga. U millat, o'sha millat, Yevropa millati, Rossiya millati shu bemorlar shu mutaxassisga shu uslubingda davolamani deb keladi. Endi nima? Biz shu ishni qilsak, shu ishni biz qilsak, o'zbek qilsak, nima? O'zbekni zehniga, o'zbekni ongiga, o'zbekni qobiliyatiga chechay chiqqanmi? Baraka topkur. Boshqa millat qila olgan ishni o'zbek qila olmaydimi? Yoki o'zbek qilsa mashinik, yolg'onchi, oldi qochdi bo'ladida, boshqa millat vakillari qiladigan bo'lsa, bu normal bo'ladimi? Mayli, bu ularga bo'lgan, ba'zi bir insonlarga bo'lgan anaqam edi. Fikrim, mulohazam edi. Demak, siz bilan ishladik, mana 5 ta seansimizni tugatdik. Siz shundan minnatdorsiz. Xursandman men. Xursandsiz, minnatdorsiz. Marhamat. Yo, men sizga pul berdimmi shuni gapirib bering deb. Yo'q. Padarka berdimmi? Yo'q, doktor, unday deyman. Yo'q, haqiqatdan unday deydi, to'g'ri-da. Siz nima naborat menga pul berdingiz. Men olgan haqqim, necha pul bo'lsa ham olaman keyin, bu yerga aytishimiz shart emas. Men sizdan olgan haqqim va ko'rsatgan xizmatim, shu olgan haqqim arziydimi, yo'qmi? Nimaga arzimaydi, doktor? Shunaqa. Marhamat, boshqa gap yo'q. Men sizdan xursandman. Men olgan pulimdan emas, men sizdan xursandman. Siz meni tushunib, ongli ravishda kelgansiz. Birinchi, ikkinchi seanslarda ham natija yaqqol ko'zga ko'rinmasa ham siz ikkilanmasdan shu odam meni aldamayapti, mana natija bo'lyapti, oxirigacha boradigan bo'lsam, demak zo'r bo'ladi dediz. Sizga tasanno. Sizni ongingizga yoshingiz 60 dan oshib qolgan bo'lsa ham, 8 ta diplomli odam bo'lmasangiz ham, shunchalik bir, ya'ni bu soddalik emas. Bu soddalik emas. Ba'zilar aytadi, soddada u. O negativ, soddalik emas bu. Yo'q. Bu ko'ngli ochiqligi, insonning zehniyati borligidan darak beradi. Ya'ni siz meni eshitib, tushunib kelgansiz, odam ajrata olasiz. Siz og'ir. Mana bu sizga maqtov. Ya'ni men sizdan xursandman. Xursandman. Yana ham sog'ligingiz ko'paysin iloyim. Umuman menga kelmaydigan darajaga bir yaxshi umringizda qolgan qismini qancha nasib qilgan bo'lsa, shunday o'tkazing. Men shuncha xursandman menga kelmasangiz. Sizga rahmat, doktor. Ha, rahmat. Rahmat. Ishingizga rivoj. Rahmat. Xullas mana shu. Boshqa nima deyman? Men ko'p mana bu. Yo'q, to'g'ri. Gapirmayman-da. To'g'ri. Men sizga xayr Ishingizga rivoj bersin. Yaxshi. Hurmatli tomoshabin, endi bo'ldi, yetadi. Shuncha gaplashganimiz aqlli odamlar uchun. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Sizlar ham sog' bo'lingizlar. Rahmat.